Taniqli aktyor Ulug'bek Qodirov 43 yoshda. Hozir yana barchasi ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. Bugungi kunda xonandalikda ham o'zini ko'rsatib kelayotgan aktyor Ulug'bek Qodirov 3-avgust kuni 43 yoshni qarshiladi. Tasodifan san'at olamiga kirib kelgan, bir muddat AQShda istiqomat qilgan, bugungi kunda to'ylarda qo'shiq kuylayotgan aktyorning hayot va ijod yo'liga nazar solamiz. Aktyor 1983-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. Otasi Nosir, onasi Farida Qodirovalar kamtarona hayot kechirishgan. Ular 2 o'g'il va 3 qiz farzandni tarbiyalashgan. Nosir va Farida Qodirovalar kenja o'g'illarining harbiy soha vakili bo'lishini orzu qilishadi. Chunki uning bo'ylari baland, sportga bo'lgan qiziqishi ham yuqori edi. Afsuski, yosh Ulug'bekka harbiy bo'lish nasib etmadi. Ota-onam haqiqatdan ham harbiy bo'lishimni orzu qilishgandi. 15 yoshimda Toshkentdagi Suvorov nomli harbiy bilim yurtiga o'qishga kirdim, ammo uni bitirish menga nasib qilmadi. Kutilmaganda ko'richak bo'lib qoldim. Jarrohlik operatsiyasidan keyin shifokorlar jismoniy mashqlar bajarishni ma'lum muddatga taqiqlashdi. Ota-onam meni oddiy maktabga qaytarishga qaror qilishdi. Shunday qilib harbiylik kasbi haqidagi orzu o'z-o'zidan barham topdi. Ammo bolaligimdan sportga qiziqishim yuqori bo'lgan. Ammo o'zim ham atrofimdagi insonlar ham aktyor bo'lishimni xayollariga keltirishmagan. Bolaligim boshqalarnikidan farqli o'tgan deya olmayman. Ota-onam kun bo'yi ishda bo'lishardi. Biz esa uyda qolardik. Onam uy ishlarini barchamizga bo'lib ketardi. Hamma zimmasiga yuklatilgan ishni qilishga majbur edi. Dadam o'qimishli inson bo'lgani uchun Saodat jurnaliga obuna bo'lardi. Ishga ketayotganda jurnalning qaysi sahifalarini o'qishimizni ham belgilab ketishardi, deydi aktyor Ulug'bek Qodirov. Artist bo'laman, qonim to'kildi. San'at institutiga hujjatlarimni tasodifan topshirganman. Institut binosi oldida ro'y bergan voqeani taqdirning belgisi sifatida qabul qilganman. Bahorning ilk kunlarining birida do'stlarim bilan Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli milliy bog'ga aylangani bordik. O'sha kunlari onam menga yangi poyabzal olib bergandilar. Ko'p yurganimdan tufli oyog'imni shilib tashladi, ammo yurishdan to'xtamadim. Shunday xayolimga san'at institutining oldiga yetib olsam bo'ldi degan fikr keldi. Institut binosi oldiga yetib borganimda oyog'im yanada ko'proq qonay boshladi. Bu qon institut darvozasi oldida to'kildi. O'sha kuni kechqurun onamga san'at institutiga hujjat topshiraman deb aytdim. Onam, bu nima deganing deb hayron bo'ldilar. Qonim to'kilgan joyga o'qishga kirmasam bo'lmaydi deya javob berganman, deydi Ulug'bek Qodirov. Ulug'bek Qodirov bo'sh vaqtida detektiv janridagi kitoblar o'qishni yaxshi ko'radi. Fe'l-atvori o'zini kamgap, bosiq inson deb ta'riflaydi. U hurmat qilgan aktyorlar Al Pacino, Alain Delon, Brad Pitt. Instagramda 2,5 million obunachisi bor va qolaversa, yirik brendning ambassadori hisoblanadi. Aktyor 2000-yil O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga qabul qilingan. U institutning eng ko'rkam talabalaridan biri bo'lishiga qaramay, ko'pchilik uning sahnaga moslashib ketishiga shubha qilgandi. Bunga aktyorning injiqligi va biroz jizzakiligi sabab bo'lgan bo'lsa ajab emas. Ilk rolimni 2001-yili Ayol zoti serialida ijro etganman. Kastingdan o'tding deyishganida rosa xursand bo'lgandim, ammo kichik epizodga tasdiqlashgan ekan. Kamera qarshisida hayajon albatta bo'lgan, ammo rolga moslashishim qiyin kechmagan. 2004-yili institutni bitirgandan so'ng ketma-ket yangi filmlarga takliflar bo'ldi. Devona va Sarvinoz filmlarida suratga tushganimdan keyin odamlar taniy boshlashdi, deydi aktyor. Aktyorning muvaffaqiyatli rollari ko'p, ammo uning tanilishida Sarvinoz va Baxt uchun million rollari ko'proq hissa qo'shgan, chunki 2005-yilda unga yilning eng yaxshi aktyori nominatsiyasida g'oliblik nasib etgan. 2004-yil ijodimdagi eng barakali yillardan biri bo'lgan, ammo hayotimda og'ir judolik bo'lgani bilan ham xotiramda qolib ketgan. Chunki endi tanilib filmlarim namoyish etilayotgan pallada otamdan ayrilib qolganmiz. Otamga filmlarimni ko'rish, premyeralarda qatorda o'tirib tomosha qilish nasib etmagan. Bundan ko'p afsuslanaman, deydi Ulug'bek Qodirov.
Aktyor Ulug'bek Qodirov 2012-yilning sentyabr oyida ota-onasining qistovi bilan uylangan. To'y katta dabdaba bilan o'tgan bo'lishiga qaramay, kuyov bir oydan keyin ajrashishga qaror qilgan. Mish-mishlarga qaraganda bunga kelinni yoqtirmay uylangani sabab bo'lgan. 2013-yilning aprel oyida esa aktyor Shahrizoda guruhining a'zosi Aziza bilan oila qurgan. Ular 2014-yili qiz, 2016-yilda esa o'g'il farzandli bo'lishganini ma'lum qilishdi. Aktyor Ulug'bek Qodirov uchun qisqa muddatda ozish yoki semirish muammo emas. U Aka filmi uchun 26 kilogrammga semirgan, Baron filmi uchun esa avvalgi vazniga qaytishga to'g'ri kelgan. Aktyor qisqa vaqtda 25 kilogramm vazn tashlashga muvaffaq bo'lgan. Aktyorning ta'kidlashicha, u to'plagan 120 kilogramm vazndan rol va salomatligi uchun voz kechishiga to'g'ri kelgan. Bu yil ham rol uchun katta vazn tashlashimga to'g'ri keldi. Osiyo Arsloni filmida asosiy rolni ijro etyapman. Kuchaytirilgan parhez sabab 25 kilogramm vazn tashladim, deydi u. Ulug'bek Qodirov oilasi bilan AQShga ko'chib ketganligini ma'lum qilgandi, ammo biror marta xorijga ketishining sabablarini ochiqlamadi. Faqatgina uning yaqin do'sti va sport murabbiysi Habibullo Nizomov buning ayrim sabablarini ma'lum qilgandi. Filmlarda o'zbek aktyorlarga salbiy rol yoki ikkinchi darajali rollarni berib, asosiy rollar rus yoki turk aktyorlariga berila boshladi. Bu filmda kelishilgan gonorarni berishmagan. Qayta so'rab, agar pulimni bermasangiz dublyajga bormayman deganidan keyin kinoni buyurtma qilgan tashkilotga ro'paro qilib qo'ygan. Tasavvur qiling, gonorarni kelishgan odam qo'rqitish uchun boshqa tashkilotni ro'para qilib qo'ygan, balki adolatsizliklarni ko'rib men o'zim yangidan hayot boshlab alohida yashab ko'ray degandir, degandi Habibulla Nizomov. Aktyor birorta intervyusida AQShdagi faoliyati haqida gapirmagan bo'lsa-da, tinib tinchimas muxlislar uning nima bilan shug'ullanganligini aniqlashgan. U barcha muhojirlar singari pitsa tarqatish bilan shug'ullangan emish. Aktyor bir necha yillik xorij safaridan so'ng O'zbekistonga qaytdi va bir qator tarixiy loyihalarda suratga tushdi. U suratga tushgan Alfons seriali ham ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Bundan tashqari aktyor bugungi kunda xonandalik faoliyatini ham boshlagan. To'y xizmatlarida o'zi ijrosidagi qo'shiqlarini kuylab kelmoqda.